Kunduzi hali yoz, tunlari esa salqin. Hafta boshlarida shimol hududlarida qisqa muddatli jala yog'inlar va chang to'zonlari kuzatilishi oydinlashmoqda. Va nihoyat hafsalarni pir qilgan jazirama issiqliklardan so'ng respublikaning katta qismida hafta biroz bo'lsa-da qulayroq yoz havosi bilan boshlanadi. Mintaqaga shimoli g'arbiy yo'nalishdan salqinroq havo oqimlarining kirib kelishi va ularning ta'sirida antitsiklon jarayonining kuchayishi haroratning ayniqsa tungi soatlarda sezilarli pasayishiga olib keladi. Shu bois ko'plab hududlarda tunlari 17-20 darajali salqinlik seziladi. Kunduzlari esa issiqlik hali chekinmaydi. Respublikaning katta qismida 35-38 daraja atrofida harorat saqlansa, janubda ish kunlari 40 daraja va undan yuqori ko'rsatkichlar kuzatilishi mumkin. Faqat dam olish kunlariga borib salqin havo ta'siri janubga ham yetib kelib, u yerda harorat biroz pasayadi. Eng muhimi, kunduzgi issiqlik saqlanib turgan bir paytda tungi salqinlikning qaytishi organizmga yengillik berib, uyqu va tungi dam olish uchun ancha qulay sharoit yaratadi. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida ham haftaning ish kunlarida O'zbekistonning katta qismida havo harorati iqlimiy me'yordan 1-3 daraja yuqori bo'lishi ehtimoli ko'rsatilgan. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlariga ko'ra, dushanba kuni Qoraqalpog'istonning katta qismida qisqa muddatli jala yog'inlar, kechga tomon Xorazmning ayrim tumanlarida ham beqaror ob-havo bo'lishi, seshanba kuni faqat Qoraqalpog'istonda qisqa muddatli jala yog'inlar kuzatilishi mumkin. Haftaning ish kunlari respublikada yog'ingarchilik bo'lmasligi taxmin qilingan. Dam olish kunlariga kelib, respublika bo'ylab hududlarda havo haroratining pasayishi va osmonga bulut oralab, Farg'ona vodiy viloyatlari, Jizzax, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyati ayrim hududlari hamda tog'larda yog'ingarchilik bo'lishi oydinlashmoqda. Quyidagi yog'ingarchilik prognoz xaritasida hafta davomida hududlarga ehtimol turli quvvatda yog'ingarchiliklar kuzatilishi ko'k, sariq, yashil va qizil ranglarda tasvirlangan. Haftalik harorat respublika bo'ylab turlicha taqsimotga ega. Shimolliklar hafta boshlaridan haroratning sezilarli pasayishini his qilishsa, boshqa hududlarda yozgi salqinlik hafta o'rtalaridan kuzatila boshlaydi. Dam olish kunlari esa respublikaning juda katta qismida kunduzlari harorat 31-36 daraja atrofida bo'ladi. Hafta boshlari shimolda 36 daraja, boshqa hududlarda 38 daraja, janubda 41 daraja, tog'larda 32 darajagacha ko'tariladi. Joriy hafta tungi va tonggi harorat qiymatlari o'tgan haftaga nisbatan sezilarli pasayadi. Shimolliklar hafta boshlaridan tunda 17 darajani his qila boshlaydilar. Bu salqinlik hafta o'rtalaridan respublikaning boshqa viloyatlariga tarqaladi. Tog'larda esa hafta davomida tunda 13 darajagacha past harorat kuzatiladi. Hafta boshlarida shimol, cho'l va janubiy viloyatlarda kuchli shamollar, chang to'zonlari ko'tarilishi taxmin qilinmoqda. O'zgidrometning boshqa bir axborot hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognozlariga ko'ra, ushbu hafta respublikaning katta qismida o'rtacha havo harorati me'yor atrofida va ayrim hududlarda me'yordan 1-3 daraja yuqori bo'lishi, yog'ingarchilik miqdori esa vodiy va shimol tomonlarida me'yordan ko'proq yog'in kuzatilishi oydinlashgan. Shunday qilib haftaning ish kunlari respublika bo'ylab biroz issiq, dam olish kunlariga borib esa sezilarli salqin ob-havo bo'lishi oydinlashmoqda. Bu o'tgan haftaga nisbatan yengillik, ammo hali haqiqiy salqinlik emasligini anglatadi. Harorat rejimi va tez o'zgaruvchan ob-havo muhitining inson salomatligiga ta'siri. Joriy hafta davomida o'zbekistonliklar kunduzgi ayrim muddatlarda 38-40 darajaga yaqin issiqlik to'lqinidan ta'sirlanadilar. Ammo bu muhit o'tgan haftadagi kabi kishilar hafsalasini pir qiluvchi, uyqular rejimini o'zgartiruvchi juda yuqori issiqlik stresslarini taqdim etadigan issiqlik to'lqini emas. O'tgan haftadagi issiqlikning organizmga ta'siri faqat meteorologik ko'rsatkichlardagina emas, aholining subyektiv hissiyotlarida ham namoyon bo'ldi. Telegramdagi UzMeteo kanalida o'tkazilgan respublikaning turli hududlaridan qariyb 1300 kishi ishtirok etgan so'rovnomada qatnashchilarning 42% issiqlik tufayli uyqu davomiyligi sezilarli qisqarganini bildirgan. Bu tibbiy tadqiqot emas, ammo issiqlik stressining kundalik hayotda qanday sezilganini ko'rsatuvchi muhim jamoatchilik ko'rsatkichidir. Tungi haroratning pasayishi organizmning kunduzgi issiqlik yuklamasidan keyin tiklanishi uchun qulayroq sharoit yaratadi. Hafta davomida havo massalarining almashinishi va shamol rejimidagi o'zgarishlar atmosfera bosimining ham o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu ayrim meteosezuvchan kishilarda bosh og'rig'i, holsizlik yoki umumiy noqulaylik hissini kuchaytirish ehtimolidan xoli emas. Bioiqlimiy sharoitlar. Joriy hafta respublikaning katta qismida o'tgan haftadagi issiqlik hissiyotlaridan bo'lakcha vaziyat kuzatilishi oydinlashmoqda. Ayniqsa respublikaning katta qismida tungi, tonggi muddatlarda ko'proq qulay bioiqlimiy sharoit kuzatilishi aniq bo'lmoqda. Hatto baland tog'larda sutkaning katta muddatlarida yengil kiyim kiygan kishilar uchun sovuq bioiqlimiy sharoit kuzatilishi mumkin ekan. Iqlim o'zgarishi sharoitida yuqori haroratlar tobora ko'proq namlik bilan birga kuzatilishi issiqlikni organizmga og'irroq his qildirishi mumkin. O'tgan haftada ham 38-40 darajali issiqlik ayrim hududlarda nisbatan yuqori namlik fonida kechdi. Bu esa havo haroratining raqamdagi qiymatdan ko'ra issiqlik yuklamasining kuchliroq sezilishiga olib keldi. Kosmik ta'sirlar.
Quyosh faolligi bo'yicha mavjud prognozlarda hafta davomida kuchli geomagnetik bo'ron ehtimoli yuqori baholanmayapti. Biroq bunday prognozlarning ishonchliligi bir necha kundan keyin pasayadi. Shuning uchun yaqin muddatli yangilanishlarni kuzatish maqsadga muvofiqdir. Ob-havo o'zgarishlari bilan bog'liq atmosfera ifloslanishi. O'zgidromet agentligi hafta boshlari va dam olish kunlariga borib, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari hamda Qoraqalpog'istonda kuchli shamollar, quruq tuproqdan chang ko'tarilishini kuchaytirishi, shamol susayib, atmosfera turg'unlashgan ayrim davrlarda esa mayda disper zarrachalarning havoda to'planishiga imkon yaratishini prognoz qilmoqdalar. Havodagi chang va mayda disper zarrachalar miqdori ortgan hollarda aholining turli yosh qatlamlari va surunkali kasalliklari bor kishilar uchun Sanitariya epidemiologiya qo'mitasining tavsiyalariga amal qilish muhim. Shunday qilib 17-23 avgust haftasida O'zbekistonda o'tgan haftadagi issiqlik yuklamasi biroz pasayadi. Hafta boshida shimolda, dam olish kunlariga borib esa asosan vodiy hududlarida beqaror ob-havo kuzatilishi mumkin. Biroq bu hali haqiqiy salqinlik emas. Kunduzlari yozgi issiqlik saqlanib qoladi. Gazetani kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling.